بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل 11 11 فصل سمو الحمة للوصول إلى الكمال. Komillikka erishish uchun himmatning oliy bo'lishi haqidagi fasl. وينبغي أن تسمو همتك إلى الكمال. Komillikka erishish uchun himmating oliy bo'lmog'i lozim bo'ladi. فإن خلقا وقفوا مع الزهد. Chunki ba'zi insonlar وقفوا مع الزهد faqat zohidlik bilan to'xtab qolishdi. Va xalqon yana ba'zi insonlar esa tashag'alu bil ilm faqat ilm bilan mashg'ul bo'lishdi. Va nadara aqwamun jama'u baynal ilmi kamali wal amalil kamili. Demak baynal ilmil kamili wal amalil kamili. Nadara aqwamun va komil ilm bilan komil amal o'rtasini jamlagan qavmlar esa, insonlar esa nadara kam bo'ldi, nodir bo'ldi. Wa'lam anni qad tasaffahtu at-tabi'ina wa man ba'dahum. Bilginki ey bolaginam, men tasaffaha degani diqqat bilan rasm solmoq, bir yaxshilab o'rganib chiqmoq ma'nosidagi fe'l. Men tobiinlar va u zotlardan so'nggi kishimlar haqida nazar tashlab ularning hayotlarini o'rganib chiqdim. Fama ra'aytu ahza bil kamali min arba'ati anfusin. Va quyidagi 4 ta kishidanda ko'ra komilroq bir komillikka erishgan insonlarni ko'rmadim. Ular quyidagi zotlar: Sa'id ibn al-Musayyab va Hasan al-Basri, Sufyan al-Thawri, Ahmad ibn Hanbal radhiyallohu anhumlar. Bu 4 talasi ham buyuk tobiin va taba tobiin bo'lgan kishimlardan. Va qad kanu rijalan. U kishimlar rijol bo'lganlar, ya'ni haqiqiy bir mard kishi bo'lganlar. Va innama kanat lahum himamun darafat indana. Ularda, ya'ni ular rijol bo'lishining asosiy sabablaridan biri ularda himmat bo'lgan. Bizning zamonamizda darafat zaiflashib qolgan. Ya'ni hozirda bizning zamonimizda, ya'ni bizlarda zaiflashib qoldi. O'sha zaiflashib qolgan oliy himmat ularda bo'lgan. Va qad kana fi salafi xalqun kathir lahum himamun aliyatun. Va salaf solihlardan, ya'ni o'tgan kishilardan ko'plab kishilarda oliy himmat mavjud bo'lgan. فإذا أردت أن تنظر إلى أحوالهم فانظر في كتاب صفة الصفة. Endi sen u oliy himmat bo'lgan kishilarning holatlariga nazar tashlashni xohlasang, ularga qarashlikni, ular haqida o'rganishlikni xohlasang, fanzur fi kitabi sifati soffa. Sifatu soffa degan kitobga qaragin. Sifatu soffa endi o'zi mana shu Ibn Jabziy rahmatullohi alayhining o'zining kitobi, o'zlari ta'lif qilgan. Poklarning sifati deb tarjima qilsak bo'ladi o'zbek tiliga. Va inshitta ta'ammul va inshitta agar xohlasang ta'ammul akhbara Sa'id. Demak ta'ammula akhbari bo'ladi shu yerda. Yoki ta'ammal qilib buyruq qilsak ham bo'ladi. Agar xohlasang bularning xabarlariga qaragin, o'qib chiqqin deb ham tarjima qilsak bo'ladi. Yoki bo'lmasa va in shi'ta ta'ammula akhbari Sa'idin qilsak ham bo'ladi. Izofa qilib, agar sen Sa'id ibn Musayyab, Hasan al-Basri, Sufyan Savri va Ahmad ibn Hanbal radhiyallohu anhumlarning hayotlari haqida bilmoqchi bo'lsang, ular haqidagi ma'lumotlarni ko'rib chiqmoqchi bo'lsang, ta'ammul, ya'ni ular haqidagi ma'lumotlarni ko'zdan kechirib chiqishni, ta'ammul qilishlikni xohlasang, faqat jama'atu likulli wahidin minhum kitaban. Men ularning har biri haqida kitob jamlab, ta'lif qilib qo'yganman. O'shalarga qara demoqchi. الفصل 12 12 فصل تأليف المصنف والحفظ لها.
musannif rahmatullohi alayhining, ya'ni Ibn Javziy rahmatullohi alayhining ta'lif qilgan kitoblari va ularni yodlashlik borasidagi fasl. وقد علمت يا بني ey bolaginam, endi sen bilasanki anni qad sannaftu 100 kitabin, men 100 ta kitob tasnif qilganman. Endi bu yerda 100 kitabin 100 kitabi emas-ku, noaniq-ku. Shu sababli 100 dan ortiq deb tushunamiz. Xo'pmi? Demak, men 100 dan ortiq kitoblarni yozganman, tasnif qilganman. Faminha at-tafsirul kabir 20 mujalladan. Alloh. Ana endi o'sha ta'lif qilgan kitoblarim orasida 20 mujalladdan iborat tafsirul kabir bor. Va tarix 20 mujalladan va 20 ta mujalladlik tarix kitobi bor. Qarang, 20 mujallada. Va tahzibul musnad, musnadni tahzib qilish, ya'ni to'g'irlash degan tahzibul musnad degan kitobim bor. 20 mujalladan, 20 mujalladlik. Va baqil kutub bayna kibarin va sig'arin yakunu 5 mujalladatin va mujalladaini va 3 va 4 va aqalla va akthar. Endi qolgan kitoblarim esa 5 ta, 2 ta, 3 ta, 4 talik yoki undan ham ko'proq yoki kamroq mujalladlardan iborat bo'lgan kitoblardir. Va kafaytuka bihazihi at-tasanif an isti'aratil kutubi va jam'il himami fi at-ta'lif. Mana shu kitoblar senga kifoya qiladi. Kafaytuka, senga kitoblar qiladi. Mana shu kitoblar, shu tasnif qilgan asarlarim senga kifoya qiladi. Nimadan? Isti'aratul kutub. Kitob o'qiyman deb boshqalardan kitob olib yurishlikdan yoki jam'ul himami fi at-ta'lif, yana kitob yozaman deb himmat uyg'otishlikdan senga kifoya qiladi. Ya'ni sen birovlardan kitob olib o'qib yuraman deb yurma yoki o'zim boshqadan kitob yozaman deb yurmagin. Mana shu kitoblarni yaxshilab o'qi, senga kifoya qiladi debdilar. Fa'alayka bil hifzi, ana endi senga yodlashlik lozim bo'ladi mana shu kitoblarni. Va innamal hifzu ra'sul mal, chunki yodlashlik ra'sul maldir, ya'ni sarmoyadir. Va jam'il ra'sul mali va tasarrufu ribhun. Ana endi shu yodlangan narsalaringda amalda qo'llashing, ishlatishing esa ribhdir, ya'ni foydadir debdilar. Va yana bir nasihatlari wasduqu fil halayni fil iltija'i ila al-haqq subhanahu va ta'ala. Ikki holatda ham fil halayni. Bu yerdagi ikki holatdan murod boylik yoki kambag'allik yoki qiynalgan paytidagi bilan yengillik paytidagi holatlar. Mana shu ikki holatda ham filtija ilal haq, Alloh subhanahu va taologa iltijo qilishlikda wasduq, samimiy bo'l, chin dildan iltijo qil. Faro'i hududahu, va Alloh taolo hadlab qo'ygan, belgilab qo'ygan hadlarning rioyasini qilgin debdilar. Chunki Alloh taolo astag'firu billah, in tansurulloha yansurkum. Alloh taologa yordam beringlar, Alloh taolo ham sizlarga yordam beradi. Yoki bo'lmasa fazkuruni azkurkum, meni zikr qilinglar, meni eslanglar, men ham sizlarni eslayman. Va awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, mening ahdimga vafo qilinglar, men ham sizlar bilan qilgan ahdimga vafo qilaman deb marhamat qilgan. Allohu a'lam va a'la.